Reyestrga tushgansiz, vahima qilishga hojat yo'q do'stim. Sizni granitsa qilsangiz 100% reyestrdan chiqib ketyapti deyaptimi? Demak, u inson sizni aldayapti. Alloh xayringizni bergin, siz granitsa qildingizmi? Reyestringiz sizga hech qachon ochilmaydi. Siz qachonki O'zbekistonga yoki Tojikistonga yoki Rossiyadan boshqa davlatga chiqib 3 kundan ko'proq muddatda istiqomat qilsangiz, unda reyestringiz ochilishi mumkin. Mumkin kirdi chiqdi qilganda ham gohida ochilib qoladi, reyestrga tushishini sababiga bog'liq albatta. Biz sizlarga reyestrlarning ochilishiga garantiya bermaymiz, lekin biz sizlarga bir kunda kirdi chiqdi xizmatidan foydalanishga garantiya beramiz. Ya'ni kim siz samolyotda misol oladigan bo'lsanglar, Peterdan Samara shahriga uchasizlar, yerda o'zimizni optni voditellarimiz kutib oladi, mutaxassislarimiz kutib olib, sizlarni Qozog'iston Ilik degan chegara o'tkazish punktiga olib borib, granitsa qildirib, yana Samara aeroportiga olib kelib qo'yadi hamda albatta Peterga samolyotda qaytasizlar. Bor yo'g'i 24 soat ichida 11500 rubldan boshlanadigan kirdi chiqdi xizmatlaridan samolyotda foydalansangiz bo'ladi do'stim. Agarda qiziq bo'lsa, ko'rsatilayotgan nomerlarga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalom.